Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun kakaoli juda ham yumshoqqina bo'lib chiqadigan shirinlik tayyorlaymiz. Ishimizni har doimgidek bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab, idishimizga maydaroq bo'lsa 6 dona, yirikroq bo'lsa 5 dona tuxum solamiz va bir chimdim tuz solamiz. 6 yoki bo'lmasam 7 osh qoshiqda shakar solamiz. Hammasini yaxshilab mana shunday mikser qilamiz. Agar mikser bo'lmasa, oddiy vinchida yaxshilab aralashtirib olsangiz bo'ladi. 400 gram qatiqqa 1 osh qoshiqda oddiygina pishiriq sodasini solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Shunda sodani ta'mi yo'qolib ketadi. Kefirni ham solamiz tayyorlab olgan massamizni ustiga va hammasini yana bir qator mikser qilamiz. 30-40 mg atrofida oddiygina pista yog'ini solamiz. Taxminan yarim piyoladan salgina ko'proq bo'ladi. Un solamiz. Unimiz oliy nav, albatta har doim pishiriqlar uchun oliy nav undan foydalaning. Unimiz 500 gram va 3 osh qoshiqda kakao kukunini solamiz. Uni ham elakdan o'tkazamiz. Un solingandan so'ng birdaniga mikser qilib yubormang, chunki unlar sochilib ketadi. Albatta xuddi shu men ko'rsatgan holatda mikserdan foydalanasiz. Keyin mikserni ishlatasiz va mana shunday qumoqlari qolmaguncha tayyorlab olgan mahsulotlarimizni hammasini silliq holatga keltirib olamiz. Suyuqligi shu holatda bo'ladi, juda ham quyuq bo'lib ketmasin. Endi kakaoli tayyorlab olingan massamizni 3 ta bir xil idishga teng qilib quyib olamiz. Mana tayyorlab oldim. Endi bularni bitta-bittadan listga solib pishirib olamiz. Duxovka pechimizni past va tepa qismini birdaniga yoqib, qizitishga qo'yib qo'yamiz. Avvaldan 10 daqiqa oldin yoqib qo'yish kerak. Xamirimiz listga tushgandan so'ng 170 darajada 14-15 daqiqada pishib chiqadi birinchisi. Undan keyingilari esa 13-12 daqiqada pishib tayyor bo'ladi. Agar juda ham baland bo'lib chiqishini xohlasangiz, bundanda ko'proq massadan foydalanishingiz mumkin. Pirogingizni xamirini 2 barobarga ko'paytirib, 6-7 dona korж tayyorlab olsangiz bo'ladi. Mendagi mahsulotlardan 3 dona korjimiz tayyor bo'ldi. Krem uchun 400 gram oddiygina magazin qaymog'iga 250 gram oddiygina o'zimizni sug'ushonkadan solib aralashtirib xolodilnikka qo'yganman. Muzdek holatda olib, endi buni ustiga yana varoniy sug'ushonkadan 1 piyola emas, undan ko'ra salgina kamroq solib mana ko'pirtirib oldim. Xuddi shunaqa quyuq holatga kelib qoladi. Agar sizda varoniy sug'ushonka bo'lmasa, oddiy chokotella, choka kremlardan ozginagina solib yuborsangiz, kremning rangi xuddi shunaqa tusga kirib qoladi. Juda ham oppoq bo'lish kerak emas. Tayyorlangan korjlarimizni chetlarini tekislab olamiz va chetidan chiqqan mana shu qirqimlarini yaxshilab maydalab olamiz. Blenderdan o'tkazib olsangiz ham bo'ladi yoki qo'lda urvoq holatiga keltirib olsangiz ham bo'ladi. Korjimizni probitka qilmaymiz. Mana shu holatda birdaniga kremni surib olamiz. Krem qancha ko'p bo'lsa, shuncha mazali, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Uchala korjimizni bir-bir ketirlikda yopib olamiz kremlarni ustidan va har birini ustiga mana shunday qilib kremlarni yaxshilab surtib olamiz. Ushbu tayyorlagan kremimiz juda ham mazali bo'ladi. Albatta siz ham xuddi shu uslubda tayyorlab ko'ring. Ushbu kremni tayyorlash juda ham oson va juda ham mazali bo'ladi. Qaymog'imiz aytganimdek domashniy qaymoq emas, sut mahsulotlari sotiladigan do'konlardan topasiz. Kilolab sotiladi. Oddiy chelaklarda tvorog, smetanalar sotiladigan joylarda albatta xuddi shu qaymoqdan topishingiz mumkin. Juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Sug'ushonka yoki bo'lmasa shakar pudrasi bilan aralashtirib mana shunday krem tayyorlab olsangiz. Ustiga endi urvoqlarimizni sepib chiqamiz. Atroflariga, cheka qismlariga mana shunday shokolad tugmachalaridan qo'yib o'rnatib chiqdim, chunki nabiralarim qiziqib yeyishadi shunda.
Tayyorlagan kakaoli shirinligimiz juda ham mazali, yoqimli va hammaning ko'nglini oladigan shirinliklardan bo'ladi. Yumshoqqina. Bir kun avvaldan tayyorlab qo'ysangiz, ertasiga shunaqangi mazza qilib iste'mol qilasiz. Men hozir 3-4 soatdan so'ng kesib ko'rsatyapman. Shunda ham ko'rib turibsiz, qanaqa yumshoq bo'lib chiqqanini pichoqni yurishidan bilib olishingiz mumkin. Bugungi hamyonbop bo'lgan shirinligim sizlarga ma'qul va manzur bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yasiz va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddaman. Barchangizga rahmat. Ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling. Albatta tayyorlab ko'ring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz. Hammaga rahmat.